için adaş tutayda. Ecildi hamma turgul güzel bog'cha yasaydab keldi Hasan harisi tatlı qo'shiq qatayda. Kelinglar hay do'stlar, birga surun tuzaylik. Kim aqlli ham botuq, mush yerda ko'raylik. Kelinglar hay do'stlar, birga surun tuzaylik. Kim aqlli ham botuq, mush yerda ko'raylik. Qushlar keldi har yoqdan jam bo'laylik birgada. To'xu toshqon poygala yetib keldi bir-birlab. Hasan Husan egildi kelganlarni ko'ray deb oltin bilik sakridi o'yin ko'rib kulay deb. Kelinglar hay do'stlar, birga surun tuzaylik. Kim aqlli ham botuq, mush yerda ko'raylik. Kelinglar hay do'stlar, birga surun tuzaylik. Kim aqlli ham botuq, mush yerda ko'raylik. Kelinglar hay do'stlar, birga surun tuzaylik. Kim aqlli ham botuq, mush yerda ko'raylik. Assalomu alaykum mehmonlarga umar kichik do'stlar. Assalomu alaykum qadrdon ota-onalar. Ko'rayotganlar Şinjan televiziya stansiyasi va Şinjan Xuy madaniyat tarqitish chekish shirkati bilan Şinjan izgilik kino televiziya e'lon chekish shirkati birlikda ishlagan Şinjan Aziz xalqaro savdo chekish shirkati xos qo'llagan Aziz Bovoq aql bag'ishli programmasi. Men Ablajon Aud Ayub. Men Sumrat Abduqodir. Yerimlik bu yoq bo'lsa aql bag'ishli programmamizning qutqunchiki Toshqancha. Xush keldingiz Toshqanchaq. Qadrli ko'rman do'stlar. Aziz buvoq aql baxsi programmamiz jamiyatimizga 4 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan kichik do'stlar ota-onalar bilan birlikda qatnashadigan program bo'lib, bolalarning sog'lom o'sib yetilishi asos qilingan ko'ngil ichish, zehn sinash, musobaqa va shunaqla oila hamkorligi o'zaro birlashgan bolalar programmasi. Biz programmamizda har vaqt kichik do'stlarimiz uchun eng yaxshi so'rni hozirlab beramiz. To'g'ri, programmamiz har vaqt sevimli kichik do'stlarimizni va ota-onalarni qizg'in qarshiladi. Ishkimiz sizlar uchun har vaqt ochiq. Qarshi olamiz. Xo'sh Ablajon, undaqda Xo'sh. bugungi tunji sahifamizni boshlaytamdik. Bo'ldi. Bizning birinchi sahifamiz bo'lsa, biz keldik. Undaqda oldi bilan sahifamizga chiqadigan bo'lsa, bizningki Serxlan oilamiz. Qani, marhamat. Marhamat. Qarshi olamiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Shundoq kelishga yigitni buni ko'rib qoldim men. Shundoq, ummaq yigit qarshi olamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ko'pchilikka bir salmoningizni yo'layting. Assalomu alaykum kichik do'stlar. Ismingiz? Ismim Valiyullah. G'ayrullah. Valiyullah. 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 Undaqda inangizga oila a'zolaringizni sunishtirib qo'ying. Kimning opam, bu kimning dadam. Sizning opangiz adingiz, opangizning ismi nima? Nasr. Dadangizning ismi-chi? Adil. Yaxshi. Undaqda bugun bizning programmamizga qanday san'at umri yeb keldingiz? Naqsha. Naqsha. Nima naqsha aytib bersiz? Xinjiao. Yaxshi. 新疆花呀，新疆花呀，呜呼大家新疆花，我们唱歌，我们跳舞，呜呼大家新疆花。 Wow. Nima? Rahmat. Rahmat. Siz chiqqan vaqtda mening ko'zimga sizning yasnishingizga tushdi. Ammo kiyimlaringiz, chash pastollaringiz bak kelishgan, bacharalikkan, tas qoldim sizni o'chib qolmish qilamsiz. Meniliq
Menden kelishgan bo'lib ketmişsin deb ko'rmaychi. Undaqda Yaxshi. Umoq yigit, bugun sizni kim ishlar chiroyli yasab qo'ydi? Apam, Obbosh yasab qo'ydi. Undaqda bugun siz kelishganmi? Ablajoqingiz kelishganmi? abang jaga. Voy, rahmat. Umoq, qanday xotirjam bo'lgansiz? Ammo yuzbadi. Juda xush bo'ldim sizdan. Lekin bu shaharimizga mushundoq yaxshi tayyorlik bilan kelganingizni nihoyat xush bo'ldik. Mana galostikni taqab, kostyumlarga qotirib Shunday ketibsiz. chiroyli, Nihoyat ha? yaxshi. Rahmat. Voy, sizga bir rahmat. Yaxshi yigit. Undaqda keyingi bosqichlarda sizga texnik yaxshi utuqlarni tilaymiz, g'ayrat qiling bo'lamdi. Qadam aramaga Marhamat. chiqib turing, ha? Marhamat. Xo'sh, qadrli ko'rman do'stlar, endi navbatda sahnamizga chiqadigan bo'lsa, Ko'krang oilasi. Qani, marhamat. Marhamat. Qarshi olamiz. Xush keldinglar. Marhaba. Marhamat. Assalomu alaykum. Marhamat. Men degan chiroyli qiz bu qo'jaqdek. Xudo Ko'pchilik qizcha. bir salmoz yo'laydi, ha? Assalomu alaykum. Uyjon, qanday qilay? Assalomu alaykum, assalom. Ha, chiroyli qiz, ismingizmi? Tanafes. Dilnafis. Dilnafis. Undaqda oilangiz bilan tanishtirib qo'ying. Kelingiz bilan kimlar? Meniki Fatima apam. Meniki Beshtay dada. Ha, opash bilan dada shundami? Ha, Migran Dilnafis. Umma qo'jaqda qizkan-ku bu. Dilnafis, bugun qanday san'at o'rab keldingiz? Shu. Usullab keldingizmi? Naqshmi, usulmi? Naqsha. Zali naqshmi, Naqshmi, usulmi? usulmi? Shu. Naqshmi, usulmi? Shu. Qarag'onni naqshini aytib usul o'ynab bergan o'xshaydi, ha? Ikkilisi bor o'xshamamdi? Ikkilisi Opash, bor ekan. opash naqsh aytib turdi, deydi, naqsh aytib beramsiz? Men naqsh aytib bersiz? Apam meni guldaydi. Ha, bo'ldi. Undaqda naqshingizni anglaylik. Ha. Marhamat. Apam meni aydaydi. Ay asfaltda tomamdo. Men asmanda ay bo'lsam, apam yig'lab qammamdo. Men asmanda ay bo'lsam, apam yig'lab qammamdo. Nima degan omma. Bek yaxshi. Harakatingiz muborak, shu usul debsizlar, Dilnafisa. Bek chiroyli o'ynab berdingiz, bek chiroyli aytib berdingiz. Bu naqshni kim yutib qo'ydi? O'zingiz o'rgandingizmi? O'zingiz o'rgandingizmi? Ha, bek chiroyli o'ynabsizmi? Undaqda bu naqshni yutib, ablajoqingiz kerak yutib qo'yamsiz. Yaxshi. Birozdan keyin bizga assalomu alaykum degandek qildi harakatingizni yetib qo'ying, ha? Assalomu Qaytib bering, ha? Apam. Yo'q, naqsh emas. Assalomu alaykum degan harakatingizni qaytib bering, ha? Assalomu alaykum. Ha, ismingiz nima degancha qaysi harakatni qildingiz? Naqnaqnaqncha? Qayta. Ha, o'zi ijod qilib ketdi-da. Apam. Umar qiz bo'ldi, qiynaylar. yaxshi, ha. Undaqda keyingi saytlarda g'ayrat qilib, jiyiq sovg'a telish qitirishing bo'lamdi. Qani, Sizga o'xshaymiz, marhamat. Xo'sh, tuanda sahnamizga bizning eng oxirgi guruhimiz Qizil rang oilasini taklif qilamiz. Marhamat. qarshi olamiz. Xush keldinglar, marhamat. Do'stlar. Alaykum assalom. Xush keldinglar. Nikilan chiroyli qiz. Chiroyli qiz old bilan shu ko'pchilikka bir salomingizni beraydi. Undan keyin o'zingizning kimligini, andan keyin guruhingizdagi oila a'zolaringizni tunishtirib qo'ying bo'lamdi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ismingiz? Eminur. Eminur, necha yosh kirdingiz? 4 yoshga. 4 yoshga. Undaqda oila a'zolaringizni bizga tunishtirib qo'ying. Otamning ismi Olimjon, opamning ismi Yurat. Voy, rahmat. Bugun qanday san'at o'rab keldingiz? Nasha. Nim naqsha. Chimiraydi yulduzlar. Ha, bu yaxshi. amsanglayli naqshingizni. Chimiraydi yulduzlar. Ko'z qiyshishib o'ziga Oladının zinneti boylanın sözüce Cep kılsan çoğuldular Ben dostlukka yarandım Hem onların kaşığa mihman bulup bağlandım Sana baksam ulanın Sanırının çiki yok Adaş bulaydı semen Göz kışı tu cipi yok
Rahmat. rahmat sizga. Ilnur, bu naqshni sizga kim o'rgatib qo'ydi? Opam. Opangiz o'rgatib qo'ydi. Unda bu naqshni siz chiroyli aytamsiz, opangiz chiroyli aytamdi. Siz chiroyli aytamsiz. Yaxshi. Bunda qilsa turib program tugagandan keyin ablajakingiz kelayga bu naqshni o'rgatib qo'yamsiz. Ondan keyin siz o'rgatib qo'ygandan keyin biz sizdan naqsh yaxshi aytilgan bu kelsa qanday qilasiz? O'yish baqaydi. Oruç bakalım. Bo'ldi, rahmat chiroyli qiz. Bo'ldi. Undaqda bizniki keyingi saytlarda g'ayrat qiling bo'lamdi. Qani marhamat, o'rningizni berib birda ma'lumot turing, ha? Birinchi saytimizda 3 mohirni o'ngishli qarshi ilib oldik. Shundaq. Undaqda bizniki bu saytimizda ifodasi alayda yaxshi bo'lgan, ko'rinarlik yaxshi bo'lgan kichik do'stimiz bo'lsa, bizniki ko'k rang oilasidan Dilnafis. Marhamat Dilnafis. Qanchaq. Nima qilay qilay? Ha, Dilnafis, usulni shunday chiroyli o'ynab berdingiz, naqshni shunday yaxshi aytib berdingiz, harakatlaringiz uningdan umaq, o'zingiz texmi umaq, sizga so'g'at berishni o'ylashdik bo'ptimi? Yaxshi bo'ptimi o'ylaganimiz? Ha, undaqda so'g'at olamsiz berib. Ha, bering. Uy, qanaqlay. Mikilang yana qo'yatib Keldi. Necha kilang? Dilnafis bu so'g'at sizdan yo'g'on qilib turdi, uyingizga aktalasizmi? Aktamaydiganda qilib tursiz, men aktaychi uyga. Yo'q, deb. Men beritamansa. Ablajakinizga beramsiz? Bermamsiz akashqa? Yig'lasam qanday qilsiz? Yig'layman men juma, ko'nglim kelsa. Bo'ldi chiroyli. Undaqda Dilnafisning olgan so'g'iti bo'lsa, Shinjon Vallay xalqaro so'chak shirkati ta'minlagan Atlas malika o'zingizga o'xshash chiroyli bir malikani sizga yaxshi ko'ramsiz? Bo'ldi, qani, marhamat. Bo'pti. Ekran oldiga qadrli ko'rman do'stlar, bizning navbatdagi saytimiz bo'lsa, Chivarqul saytisi. Biz bu saytimizga Urumchi Sabah Yulduzi bolalar bog'chasining o'qituvchisi Mehribon Ma'lim taklif qildik. Yaxshimisiz Mehribon Ma'lim? Xush kelibsiz, qarshi olamiz. Rahmat. Naqtal bilan bizga ko'pchilikka qanday bir buyum yasaydiganligimizni tushuntirib qo'yamsiz? Unda olsa, bugun biz bolalar bilan birlikda konvert yasashni o'rganaylik. Konvert yasaymiz, ya'ni xat soldigan konvert. Biz oldi bilan kerakli materialni bir tushuntiraylik. Kerakli bo'lgani yumshoq rangli qog'oz. Anandan keyin qo'sh tarafli chaplag'och, anandan keyin rangli bo'yoq. Oldi bilan qo'linglardagi qog'ozni ilib, ishbilon shaklda qatlaysizlar. Bilam. Ha. Qatlang, ha. Qara, ma'lum qanday qilasiz shunday qatlang, ha? Ishbilon shaklda qatlaymiz. Undan keyin to'g'ri, yo'lga to'g'ri. Yana ichib, yana bir tarafini shu shaklda qatlab siziq chiqarib olamiz. Bunday qatlang ekansiz. Qatlang. Yaqin kelib, ha? Qatlang. Ichang. Ha, yaxshi. Endi bundaq saqatlang. Ha, ichang. O yaxshi. Ichib yana bir Endi bir uchini tutib turib, markazga qartib, yoqmay qatlang. o'ttirdan yana bir qatlaymiz. Biz keyin qalayda qoldik, hech qanday, ha? Qarab, nega qatlagan? Bisan. Yaxshi. Endi yana bir tarafini ichiga qartab qatlaymiz. Qara, men o'xshash qilaman. Qog'ozni iching avval. Mehmi qatlang. Mehmi Men o'xshash qilaman. Endi ichib, Qog'ozni ichib qarang. bir tarafini ichiga Qatlaymiz. qatlaymiz. Yana bir tarafini ichiga qatlaymiz. Shunaqmi? Yaxshi ikki tarafmi? bo'ldi. Endi uchinchi tarafini ichiga qilib qatlaymiz. Yana bir tarafini qatlaydik Qatlang. ekanmiz. Mehmi qatlang. Mehmi ichiga qatlang. Yaxshi. Endi qatlamay turing, mana. Mana bu ishga qatlaydik ekanmiz. Endi men sizni qatlab qo'ygan ishga. qo'limizga qo'sh tarafli chaplag'ochdan ilib, qatlang, men bisitan. shikpacha Yaxshi. olamiz. Shikpachi oldik ekanmiz. Endi mana oldik ekanmiz qo'limizga aylan. Endi buni osti tarafdagi to'rt burchakning bulungiga chaplaymiz. Ikki tarafga ishkini. Ey chaplang.
Nega? Mabulonga. Endi üstüdekisini soyutaylik. Keling, buni nima yaxshi chaplar ekansiz? Xato qilib qopti. Yana birisi mayga chaptan, ha? Yaxshi chaptan, ha? Açtan mana. Ona da qarangiz. Endi o'ttirda bir sızaqchi paydo bo'lgan-ku. Az sızaqchini bo'ylab turib, ustiga qatlaymiz. Ustiga qatla. Ustiga men. Tutib turib, ustiga qatlaymiz. Amma to'g'ri. Ustiga sapirdik, sana chiqmo. Yaxin. Yasab bo'ldik. Mana majitimiz. Endi buni ana shu sizaqchida Endi turibdi. oyoqdan mayga qaslaymiz. Yaxshi. Chaplanga. Endi ushbu chiqib qolgan yerni yana bir qaytim qatlaversak, konvertni. Endi chiroyli yasadingiz. Endi buning bir narsa qoldi. Qo'linglarga bu yoqni ilib, Mana qo'lingizga mana ushbu jek uchi bag'u, shu yerga duglakdan birini sizmiz. Ishga qasam. Nega siz amak qilib? Yaxshi, mana eklab qo'yamiz. Ha, yaxshi, ustini besidamiz. Besidamiz ustini. Kim besidamiz? Mayani besidamiz. Nega? Ha, yaxshi. Endi amon. Shuni bo'yitaman. Qarang, ha. Qo'lingizga. Oy, yaxshi. Endi og'zini tiq. Qalamingizga. Mishaga, mayaga. Yo'q, qo'lingizga tang, mayaga. Balki qilib qo'ygan. Endi buni ichiga hassasak bo'lganda. Konvert yasab bo'ldik mana. Nayta chiroyli bo'lgan konvertni yasab oldik. Balkim ekranatga kichik do'stlarimizmi bu xil konvert yasashni o'rganib oldi deb o'ylayman. Bizga mushlar chiroyli konvert yasashni o'rgatib qo'ygan mehribon muallimga rahmat. Rahmat muallim javob Rahmat. Hozirlar bo'layotgan Şinjan televiziya stansiyasi va Şinjan Xuyi madaniyat tarixchi cheksiz shirkati bilan Şinjan izgilik kino televiziya e'lon cheksiz shirkati birlikda ishlagan Şinjan Aziz xalqaro savdo cheksiz shirkati xos qo'llagan Aziz Bovoq aql bag'ishchi programmasi. Ekranatga qadrli ko'rman do'stlar, bizning navbatdagi sayfimiz bo'lsa, Bastashaylik sayfisi. Bu sayfimizda biz o'xshashlar sehrli sanduqimizning ichiga nurg'unlagan mevzularni tuzib etdik. Bizdan kichik do'stimiz bo'lsa, o'zaro musobaqa o'tishdi. Har bir guruhdagi kichik do'stimiz chiqib, 3 tal mevani tutib turib, uning nimaligini bizga deb bersa bo'ladi. Undaqda oldi bilan sahifamizga chiqilgani bo'lsa, Ko'k rang guruhisidan Dilnafis. Marhamat. Qo'lingizni ichiga kirgizib, qarang, xalqa bir meva yaxshi. tuting. U nima meva? O'sha qo'lingizda deb bering, bizga nima meva? Shanja. Banan, to'g'ri topdingiz. Banan. To'g'ri banan, ha. Endi yana bir mevani tuting. U nima? Oden juice. Xato bu qoldi. Ikkinchi mevani xato topdingiz. Bu degan nashbut. Qaytadan yana birini. U nima? Maden taş. Tosh. Tashlab Buncha meva tosh bor. yo'q, meva topolmadingiz. Bu degan maymun shaptuli. Afsus, qo'lingizni chiqaring. Bizning Umar qiz Dilnafisning topgan mevasi faqat birini to'g'ri topa oldi, bananni. Nashbut bilan maymun shaptulini to'g'ri topolmadi. Ish vaqasi yo'q, keyingi bosqichlarda g'ayrat qiling, ha? Marhamat. Unda bo'lsa biz tuanda Qizil rang oilasidagi Ilmi Nurning ifodasini ko'rib boqaylik. Ilmi Nur marhamat. Marhamat Ilminur. Sizmi ham ko'rsangiz bo'lmaydi, udul qarab turib javob bera olamdi. Boshlaylik. Qo'lingizni kirgizing. Ha, qo'lingizni kirgizib qolgan bir mevani tuting. Ha. Bu qaysi meva? Juice. To'g'ri bo'ldi, topganingiz apelsin. Yana birini tuting. U nima? Shanja. Banan, to'g'ri bo'ldi. Yana bir mevani tuting endi. Maymun şaptili. Voy, to'g'ri bo'ldi. To'g'ri deb oldingiz. Chili mevani to'g'ri deb oldi, ya. Umrga aqlli. Yaxshi, sizni muboraklaymiz. Bundan keyin tixmi g'ayrat qilinjimi? Keyingi sayfilarimizda. Bizningki endi Serxan oilasidan
Valiyullah, marhamat. Marhamat, Valiyullah. İslamiyet. Tutqunuz kaç meyve? Güzel. Ablisi, Ablisi. doğru bo'ldi. Ha, Yana birini. Buçu? Şangco. banan, Banan. to'g'ri bo'ldi. Ha, yana bir mevani tutamdi. Olmuke. Almika tusli bil oldingizda to'g'ri bo'ldi. Ay, yaxshi. Valiyullahning Yaxshi. tushli mevani to'g'ri topoldi. Ya, nayt yaxshi bo'ldi. Bizniki qizil rang oilamizdan Ilmnur bilan bizniki seriq rang oilamizdan Valiyullahninki natijasi tam bo'lib qolg'achqa biz Ilmnur va Valiyullahga yana bir qaytam fursat beramiz. Ha, ikkilanlar bir şey ikkilanlar. Hoş gelenler hali qilg'uch musobaqamizni taklif qilamiz. Old bilan Valiyullahni kelaylik. Bir talla. Unimu, Ke. Nashbu to'g'ri topdi. Hamda Ilmnur. Ha. Qo'lingizni kirgizing. Unimu, Olma. olma, Ilmnurni to'g'ri deb qoldi. Bizning bu sayfimizda Ilmnur bilan Valiyullahning natijasi o'xshash bo'lib qoldi. Ikkilisi bir-birisini aqlliqga. Undaqda biz bu sayfimizda ikkala do'stimizga sovg'at berishni qaror qildik. Qanundaqda sovg'at rayonimizdan o'zinglar yaxshi ko'rgan sovg'at elib chiqinglar. 10 sekund vaqt beramiz sizlarga. 10, 9, 8, 7. Ha, bizningki Ilmnur qiz tanlagan sovg'at bo'lsa, o'ziga o'xshashlar vallahi shirkit ta'minlagan Atlas Malika. Seriq grupidan Valiyullahning tanlig'ini bo'lsa, Shinjon Serikchilar jamiyati MMC sehrgarlik klubining 20 necha xil sehrgarlik asbobi qashlangan sehrgarlikni o'rganish asbobi. Muborak bo'lsin, texnik xayrat qilinglar bilamdi. Qani, Muborak marhamat. bo'lsin. Ekran oldiga qadrli ko'rman do'stlar, bizning navbatdagi sayfimiz bo'lsa, kim aqlliq sayfisi. Biz bu sayfimizga har qaysi oiladan kichik do'stlarimizni o'zaro musobaqaga tushiramiz. Ularningki aqlni sinaymiz. Ulardan o'xshashlar bir do'stimizdan 3 savol so'raymiz, 3 do'stimizdan jami 9 savol so'raymiz. Dastlabki ikki savolga o'zi javob berdi, keyingi savolga o'zi faqat javob beramagan ahvol ostida ota-onasidan yordam so'rasa bo'ladi. To'g'ri, unda bo'lsa old bilan savolimizga javob berdig'ini Ko'kran oilasidan Dilnafis. Dilnafis, senga marhamat. Birinchi savol. Qarlig'ash qaysi faslda janub tarafdan qaytib keladi? A javob bahor faslida. B javob qish faslida. C javob kuz faslida. Qaysi javob to'g'ri? Ushti. Ne go'shti? Janub qo'shdimi? Ha? Ushti. Ushti. Shu qarlig'ash janub tarafdan qachon qaytib keldi? Bahor faslidami? Qish faslidami? Kuz faslidami? Pashta. Pasta? Qaysi faslda? Ma. Bahordami? Qishdimi? Kuzdimi? Pashta. Pashtada fasl yo'q. Bahor, qish, kuz. Mushisidan qaysini tanlaysiz? Bahor. To'g'ri bo'ldi. Muborak bo'lsin. Oxiri to'g'ri javob berdingiz, ha? Jo'ylib bo'lsin, to'g'ri javob berdingiz. Qarang, qarlig'ash bahor faslida janub tarafdan qaytib keldi. Chunki qish faslida havo pek sovuq bo'lib ketdi. Havo sovuq bo'lib ketgan chaqda uchar qushlar janub tarafga berib yozni o'tkazib keldi. Chunki janub taraf issiq emasmi? Qish o'tib, bahor qaytib kelgan chaqda qushlar yana janub tarafdan qaytib keldi. Tushundingizmi? Yaxshi. Unda bo'lsa, ikkinchi savolimizga diqqat qiling va keling. Yuqorqi suratda bir kichik do'st bor. Sizga o'xshaydigan omoq bir kichik do'st ko'rdingizmi? Mo'sh kichik do'st hozir uxlamoqchi. Unda bo'lsa, mo'sh rasmlardagi nimiga chiqib uxlaydi yoki nimada uxlaydi? Dilnafis, manimo, Daya. dariza, machu, Asha uy. uyma bu. Bu yana nima obdan qarang a? Uy. Uy, manimo, Tishang. tishang manimo. Joja. Ha? O'tirdan joja. O'tirdigan jo'za? Yo'q, bu o'tirdigan jo'za emas, sen obdan qarang bu yana nimaga o'xshatdi?
Manimu mavu? Yastık. Ha, maçu? Yastık. Mami yastık mavu bo'lsa, yotqan, shunami? Yotqan shumi emasmi? Unda bo'lsa qarang, ha, bu kichik do'st mushu rasmdagi nimaga berib uxlaydi? Miya. Ha, to'g'ri bo'lding. Qarvaqchiga uxlaydi. Yaxshi Degan yaraydi. aro nafs. Yaxshilar. Shuni savolingizga diqqat qiling, ha. Chivin mengib qo'ygan narsalarni yeyishga bo'lamdi. Bo'lmaydi. Uy, aqlingiz to'g'ri bo'ldi. Muborak bo'lsin. Ikkinchi savolga to'g'ri javob berdingiz. Nima ishga bo'lmaydi bilasiz? Chivin yomondiki. Chivin qanday ekan? Uçadığına. Puchadigan chivin ushqali uchun biz ustida yemaklarni ustida mengib qo'ysa yesak bo'lmamda. Bo'lmaydi. Yana-chi chivin qandoq? Uçada. Chivin degan pokiz emas, chivin degan mayna tosharat, u degan axlatxonlarning orasida yuriydi. Shunlashqa chivin bizning yemakligimiz ustida mengib qo'ysa yesak bo'lmaydi. Tushundingizmi? Taş ötmez. Ha, tashiymiz chivinni. Ujan aqlli qiz. Rahmat, bizning 3 savolimizga to'g'ri javob berdingiz. Muborak bo'lsin. Marhamat. Xo'sh, undaqda tuanda qizil rang guruhidagi ilm nurni sahnimizga taklif qilamiz. Marhamat ilm nur. Birinchi savol. Sazon nerede yashaydi? A. Uyda. B. To'pa ostida. C. Suvda. Qaysi javob to'g'ri? Sizga yana bir deb beraylik, ha? Sazon nerede yashaydi? A. Uyda. B. To'pa ostida. C. Suvda. Qaysi javob to'g'ri? Topastıda. To'g'ri bo'ldi. To'g'ri javob berdingiz. Sizga aqlli. Yaxshi. Ikkinchi savolingiz rasm qarab javob bergan savolga. Qani, marhamat. Bu rasmga qarang Ilminur. Bu rasmda suratdagi qizchaq nima ish qilyotdi? Astidagi rasmlardan mushu qizning qilayotgan ishiga qaysi narsa mos keladi? Qizchaq suv quyyotdi, shundaqmi? Ha, cho'ygundagi suv orqali astidagi 3 narsaning qaysiga suv quydi? Gülge. Ha, to'g'ri bo'ldi. Rahmat. Yaxshi, rahmat. Ha, nega Ilminur? Yaxshi yaraydi. Eng oxirgi savolingizga diqqat qiling Ilminur. Eng oxirgi savolingizga o'zingiz javob berolmay qolsangiz, ota-onangizdan yordam so'rasangiz bo'ldi, ma'qulmi? Paşa qandaq odamlarni chaqidi? Yapamam. Gap olmaydigan odamdan chaqanda, bu savolingiz Qaramaydi bura. Bu savolingizni to'g'ri deb qarasangiz mayli, lekin men ota-onamdan so'rab kelay desangiz bo'lmaydi. Bo'lamdi? Qanaqa qilsiz? Bu gapni to'g'ri demsiz yoki opangizdan so'rab kelamsiz? to'g'rimi? Rost to'g'rimi? Opangizdan so'ramaysiz. Pushaymon qilmaysiz. Yaxshi, sizning o'zingizga ishonish, o'zingizning fikrda ching turish qarshingizni ayt yaxshi ekan. Afsus xato qoldi. Poshchu Ilminur, jiq talaydigan, jiq suyunmaydigan odamlarni chaqidi. Opangiz sizni gap olmasangiz posh chaqidi deb toz qo'rqitdi, ha? Ashtama? Unda emasmi? Bizniki ishki savolimizga to'g'ri javob berdingiz. Qani, marhamat. Xo'sh, endi navbat bizniki Seriq rang oilasidan Valiyullohga keldi. Marhamat. Marhamat. Qaysi faslda kun baldur o'ltirdi? A javob qish fasli. B javob yoz fasli. C javob kuz fasli. Qaysi javob to'g'ri? Kızbesli. Kuz fasli jazmlashtiramsiz? Qanday vaqtida qaysi faslda odatda ishni qorong'i tushib ketadi? Qishdimi, yozdimi, kuzdimi? Yazdı. Yozda bo'ldir qorong'i tushamda. Javobingiz xato bo'lib qoldi Valiyulloh. Odatda qishda bo'ldir qorong'i tushdi, ya'ni qish faslida kun bo'ldir o'ltirdi. Hech vaqasi yo'q, ikkinchi savolga g'ayrat qiling bo'lamdi? Undaqda savolingizga diqqat qiling Valiyulloh. Bu savolimizda siz rasmga qarab turib javob berasiz bo'lamdi. Shunga rasmni yaxshi kuzatib, undan keyin javob bering. Kirpichoqlar meva uzgili badi. Endi o'sha kirpichoqlarning ichida kimning uzgan mevasi eng jiq? Mana. Manama javobingiz to'g'ri bo'ldi. Nima ish? Mananda nev yok. Bittala nev bakya. Manandachu. Bittal bakya. Manandachu. Şıkıltal. Mananda 2 talmikan?
Bir tal, ikki tal. Ştan. Ha, 3 tal meva bor ekan. To'g'ri javob berdingiz. Qara ma'nodimi? Bir tal, ikki tal bor ekan. Ma'noda bir tal ham bor ekan. Shunaqmi? Javobingiz to'g'ri bo'ldi bu yoqqa keling. Anga savolingizga diqqat qiling. Qushlar uchganda putini yig'volamdi, yig'volmamdi. Çıkmaydı. Yig'mamda. Jazmlashtirasiz yoki opashni so'rab boqamsiz? Çıkmaydı. Yig'maydi. Opashni so'ramamsiz? Rost so'ramaysiz? Rost so'ramaysiz? So'ramsiz, so'ramamsiz? Salmaz. Ha? Samaymaz. So'rmaymiz. Ma'qul. Undaqda qushlar osmonda uchqoch olib putini yig'voldi. Yig'volsa yaxshi ucholmaydi ular. Javobingiz xato bo'lib qoldi. Opashlarni so'ragan bo'lsangiz, ular cho'qib to'g'ri javob bergan bo'ladi sizga. Hech vaqasi yo'q. Keyingi bosqichlarda g'ayrat qiling, ha? Qani, marhamat. Xo'sh, qadrli ko'rman do'stlar, bizniki kim aqlliq sayfimizmi oxirlashdi. Bu sayfimizda natijasi ko'rnadik yaxshi bo'lgan do'stimiz bo'lsa, Ko'krang oilasidan Dilnafis. Marhamat. Xabaringiz bo'lsin Dilnafis. Hamda tuanda sizga biz yana bir qitim mukofot ilish fursati bermoqchimiz. Biz sizga 10 sekund vaqt beramiz. O'sha bizning o'yinchi tanlov bozorimizga berib, o'zingiz xohlagan o'yinchini bir tanlaydigan bo'lamdi. Boshlandi. 10 Tez. 8 7 6 5 4 toshqochoq yordam qil. 3 4 2 1 Voy, arang ko'tarib keldingiz, hamma ko'tarishib beray, ha? Ko'taramay qoldingiz. Lekin buni shu nurg'ulg'an jiq kampitlar gap bu so'g'at bo'lsa, bizning Shinjon Aziz xalqaro so'z tekshirlikda ta'minlagan Aziz buvoq turmush yurishligi muborak bo'lsin. Davomli xayrat qiling, ha? Ben ig'irkan toshqochoq sizni ko'tarib olib bersin bo'lamdi. Yo'q, Sizga, ha? Toshqochoq ishlamaydi ekan, menga ishindi ekan u. Bak yuzim bojimi men ham. Ekran oldiga qadrli ko'rman do'stlar, bizning navbatdagi sayfimiz bo'lsa, Kichik Cho'lpon. Unda bo'lsa, bu sahifamizda bizga qaysi kichik cho'lponimiz qanday numar elib keldi-kin? Birlikda ko'rib boqaylik. Marhamat. Kundan kun dastlashib, bazashmigi dastlashib, 12 oy gaplashib, qoldi oxir atlashib, bir-biriga qo'l berdi, yangi yo'lga yo'l berdi, keldi mana yangi yil, qo'shib xo'randa kelsin. Keldi do'stlar o'ynaylik, o'yinlarga keldik. Keldi do'stlar o'ynaylik, o'yinlarga Yalqızıl, tekkisil, aql, kimli yıl. Yılınla şaqmır, yılınla qardek appak olsun yılınla. Qaranla, işekim elip, ucunu isip, soğatla elip. Geldi yana efendi. Başladı bana oyunlar, oynalı çok usullar. Yürekte bana armanlar, oynanlar. Zehrep düşkandek, şükreli taklaydı. Kadını can taşlaydı, yana işini başlaydı. Geldi dosta oynaydık, oyunlarga geldik. Geldi dosta oynaydık, oyunlarga geldik. Qor bu oyni yasaymiz. Soğuqlardan qorxmaymiz. Bolalarga o'xshaymiz. Bo'ynida bor sharpsi, beshida bor to'smisi. Aytimiz birlikda yangi yil naqsini. Muborak yangi yil. Geldi dosta oynaylik.
Ko'rayotganlar Şinjan televiziya stansiyasi bilan Şinjan Xuyu Мәдәният tarix chekish şirkati shundaqla Şinjan izgil kino televiziya e'lon chekish şirkati birlashib ishlagan Şinjan Aziz xalqaro suv chekish şirkati xos qo'llagan Aziz Buvoq aql baxtsi programmasi. Ekran oldidagi qadrli ko'rman do'stlar, biz o'n navbatdagi sayfimiz bo'lsa, Billa o'ynaylik sayfisi. Bu sayfimizga kichik do'stimiz ota-onasi bilan birlikda qatnashdi. Ablajon Shkaylarning qo'limizda mana shunday uzun tayoqcha turadi. Biz bu uzun tayoqchani hozir kichik do'stimiz apsi dadasiga beramiz. Ular birlikda bu o'yin o'ynaydi. Bizning o'yinimizdan qaysi bo'lsa, kichik do'stimiz eng oldida mush tayoqchani tutib turdi. Uning keyinda apsi turdi, uning keyinda dadasi turdi. Undan keyin mana shu so'l tarafdagi ko'lchakdagi to'plarni o'ng tarafdagi ko'lchakning ichiga tashlaydi. Berilgan vaqt 2 minut. Mana shu 2 minutning ichida qaysi guruhdagi mayirlar eng jiq to'pni mana bu ko'lchakka tashlay olsa, shu guruhga yenggan bo'ladi. Undaqda biz eng oldi bilan biz yana ko'k rang gruppasini sahnimizga taklif qilaylik. Marhamat. Tayyorlanib tutdimi? 3, 2, 1 boshlandi. Tez, abash bilan men nafas. Chaqat tez. Yaxshi yaraydi. Tez qaytkiringlar, chaqat. Ha, ikkinchi to'pni. Yaxshi. Ha, yaxshi nafas. Yaxshi shigram tez. Yaxshi yaraydi. Ha, eng muhimi dadasining kontroli qilib bo'yatdi, ha? Ha, uchinchi to'p. Yaxshi nafas. Voy yaraydi. Chaqat tez. Yaraydi, ha? Yaxshi shigram. To'rtinchi to'pga keldik. Vaqtchil tuting. Tez. Yaxshi. Davamlıq. Gayret. Chaqat. Shigram. Yaxshi. Ha. Chaqa bo'ling. G'ayrat qilinglar. 1 minut vaqtinglar to'shdi, endi 1 minut vaqtinglar bor. Yaxshi, Bir tomonni sal yaxshi. Endi g'ayrat qilinglar. Chos tomon.
Yaraydı. Ha. Ha. Ha, yaxshi. G'ayrat qiling Elnur, tez shigiring. Yaraydı. Yaxshi. Mana aldirab toshqanchaqni oyog'i chiqadi qoldi. Ha. Mana Absurd, 20 yana minut bir vaqtlar ya. qoldi. 20 minut vaqtlar qoldi. Yaxshi. Ha. Ha, g'ayrat qilinglar. Yatta, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Absurd vaqt o'tdi. Qizil rang ayrılma şifası şuna yaxshi bo'ldi ya. Naqta bulardagi to'pining soniga qarab boqaylik. 1 tal, 2 tal, 3 tal, 4 tal, 5 tal, 6 tal, 7 tal. Ko'k rang ayrısından o'xshashib qoldi ha. Naqta endi siyah rang ayrısini ko'rib boqaylik. Marhamat. 3, 2, 1, başlandı. Başlandı. Vaqtni ching tutinglar. Tez. Voy chaqat. Voy tez bo'l yo'lla. Ha, yaxshi yaraydi. Davomliq. Ha, yaxshi. Ha. Ha, yaxshi ching tutinglar, ching. Seriq rang Yaxshi yaraydi, ha. 2 minut ishlashga Obsessiz to'xtashib bo'ldi yerda ya. oldinroq tutsangiz bo'g'dek tayoqchini. Mush surat bilan masa, Yaxshi, natijasi tez. mana turdi. Chaqan bo'linglar. Sizlar faqat 7 dan ortiq to'pni to'shay olsanglar, sizlar mukofot qirsizlar. Yaxshi, tez. Voy, afsus, yana bir tushunmalaylar. Ha, yaxshi. Ha, yaxshi, g'ayrat qilinglar, yaxshi. Voy, afsus, qaytib kelinglar. O'y, hesab emas, qaytib kelinglar. Tez. Chaqat vaqtni cho'q tutinglar. Yaxshi yaraydi. Ha? Apla! Yana 1 minut bir vaqtlar daqiqa. to'shdi, 1 minut vaqtlar to'shdi. Tez bo'linglar, tez. Aldirmay. Voy, Adamga dastolar bo'lmaydi, cho'qim o'zim ish kerak. bo'lmaydi. Qaytib kelinglar, yana birni. Bolni ko'tarilish bo'lmaydi, ha? Ha. Yaxshi g'ayrat qilinglar. Tez. Ha. Voy, Daqiq rosa bo'lmaydi, qayda xilot qilsanlarni mutatlimiz. yaxshi chaqat. Cho'qim qaysi bilan o'ynaydi. Chostinglar, yaxshi yaraydi. O'tiraman o'zim. Ha, tez. Ha, yaxshi qaytib kelinglar, chaqat. Qilinglar. Sen 20 minut vaqtinglar bor, aldirmanglar. Ha, yaxshi, tez. Apla! Qaytib kelinglar, chaqat, qaytib o'yin emas. 10 minut vaqtinglar qoldi. G'ayrat qilinglar, yaxshi. Voy. Afsus, yana Afsus, ha. 3, 2, 1 vaqtlar to'shab qoldi. Afsus, vaqt o'tdi. Bizning seriq rang ailasininki to'pi bo'lsa 1 tal, 2 tal, 3 tal, 4 tal, 5 tal. Qadrli ko'rman do'stlar, bizniki birga o'ynaylik sayfimizda. Ko'k rang oilamiz bilan qizil rang oilamizning natijasi o'xshashlar 7 da 7 bo'lib qolg'ashqa biz bularga yana 1 minutlik qo'shilgan musobaqa vaqti beramiz. Oldi bilan ko'k rang guruhi. Marhamat. 3, 2, 1 başlandı. Başlandı. Ha, biz chaqib. Yaxshi yaraydi. Qaytinglar. Tez. Yaxshi chaqat tez. Shigiram bo'ladi, shigiram. Voy, afsus, yana bir Başla. qaytib qolamiz, ha? 30 minut vaqtlar qoldi. Ha, yaxshi diqqat qiling. Yaraydi, do'natsiz, qaytib keling, chaqat. Ham yoqib yurdim. Ha? Ha, yaxshi. 10 minut vaqtlar qoldi. Tez qaytib keling, chaqat. Yana bir olamiz. 5, 4, 3, 2, 1 vaqt. Afsus, vaqt o'tdi. Bizniki ko'k rang oilamizniki to'pining soni bo'lsa 4 tal to'pga
Әмді Қызыл Rang ailesi. Merhamet. 3, 2, 1, başlandı. Başlandı. Gayret kılala. Yaxşı İlknur. Yaxşı gayret kılala. Tez. Ha, yaxşı. İkinci top. Ha, yaxşı. Oy, tez. Qaytır. Ha, üçüncüsü. Oldu, başqa sayın ola. Tamam, sayın ola, tamam. Ha, yaxşı. 30 sekund to'xtala qoldi. Nefes to'sish uchun g'ayrat beradi ha. Hadi yaxshi. Sani 10 sekund to'xtala qoldi. 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. vaqt to'shdi. Bizniki Qizil Rang ailemizning top soni bo'lsa, 1 dal, 2 dal, 3 dal, yana 4 qo. Qadrli ko'rman do'stlar, sizlarni ko'rib turdinglar, bizniki qo'shilgan vaqtdimi bizning ko'k rang ailemiz bilan qizil rang ailemizning natijasi o'xshash bo'lib qoldi. Undaqda biz ikkala do'stimizga o'xshashni sovg'at beraylik. Qani, Dilnafas Elminur saklimizga marhamat. Marhamat. Dilnafas. Bizniki Dilnafas Elminur ikkalanglarning natijasi o'xshash bo'lib qolg'achqa, ikkalanglarga sovg'at berishni qaror qildik. Undaqda bizniki sovg'at rayonimizga kirib, o'zingizlar yoqtirgan sovg'at elib chiqinglar. Marhamat. 10 sekund beramiz, tez. 10, 9, 8, 7, 6. Yaxshi. Oy, yaxshi. Mushu sovg'at eng yig'ira. Neklar, yaxshi. Ha, yaxshi. Dilnafas bo'lsa, Xinjiang Intel kasbiy texnika tarbiyalash maktabi ta'minlagan kichik doktor tez hisoblash usulini Abdu muborak bo'lsin. Bizniki Ilmnur bo'lsa, Xinjiang Aziz xalqaro so'chak shirkati ta'minlagan Aziz bu vaqt turmush yurishligi va shunaqa nurg'ulg'an tatliq kompyuterlarni Abdu muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Aldı bilan aql bag'itisi programmasiga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Bugun o'g'lim Valiyullaning ifodasi tez yaxshi bo'lmay qoldi. Odatda o'zi bak aqlliq, bak chechan edi. Bugun jiddiylasib qoldimi qandaq? Bugun tez o'zini ifodalamay qoldi. Bundan keyin o'g'lim Valiyullaning aqliy va jismoniy jihatlardan texmi yaxshi bo'lsa, yo'ldoshimiz ikkimiz texmi kuch chiqaramiz. Qadrli ko'rman do'stlar, andik saytimiz bo'lsa, haftada bir hikmat. Qiynoqda diqqatinglar, ekranimizda bo'lsin. Ikki do'st bilan eyiq. Ahmet bilan Samet safarda ketib o'tib, bir eyiqqa uchrab qapti. Ahmet qo'rqib ketib, Sametni tashlab qo'yib, daraxtga chiqib mo'kibapti. Samet o'zi yolg'iz bu eyiq tankilanmaydiganligini bilib, o'lgan bo'lib, yerda yetyapti. Chunki u boshqalardan eyiq o'lgan odamni yemaydi deb anglagan ekan. Eyiq kelib, uning burun qulqini purab, yuragini tingshapti. U tinmay jim yetyapti. Eyiq uni o'lik odam o'xshaydi deb ketib qopti. Eyiq yiroqlab ketgandan keyin Ahmet daraxtdan sakrab tushibdi. Qo'rsam eyiq tumshuqini qulqonga yaqin opiryapti. U senga nim dedi? Eyiq menga xiyim xatarga yo'liqqanda do'stini tashlab qo'ydigan odamlar bilan do'st bo'lma deb nasihat qildi. Samet shundaq debla orqaga qaramay ketib qopti.
Ekran aldıki qadrli ko'rman do'stlar, Şinjan televiziya stansiyasi Şinjan Xuyu Madaniyat tarixi chekish şirkati shundaqla Şinjan izgil kino televiziya e'lon chekish şirkati birlashib ishlagan, Şinjan Aziz xalqaro suv chekish şirkati xos qo'llagan Aziz buaq aql baxsi programmamizning bu sonimi oxirlashish oldida turyapti. Biz programmamizning oxirida barliq kichik do'stlarimizni tabriklaymiz. Sening ishpodinglar shunday yaxshi bo'ldi, lekin mushu 3 rang oilaning ichida ishpodisi eng yaxshi bo'lgan do'stimiz bo'lsa, ko'k rang oilasidan Dilnafis Baxtiyor muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Bizning Dilnafisning absir berilgan so'g'itimiz va u bo'lsa Şinjan Husnigul suv chekish shirkati ta'minlagan Husnigul girim buyumlari qabul qiling. Bundan boshqa Dilnafisning dadisug'imiz so'g'itimiz va u bo'lsa Urumchi Guldiyar yemaklik zavodi ta'minlagan yurishlik sovg'atliq murabbo qabul qiling. Muborak bo'lsin. Bundan boshqa yana bizniki Umar qiz Dilnafisga bo'lsa Şinjan Valay xalqaro suv chekish shirkati ta'minlagan Esil sovg'a bilim xumar qabul qiling. Bugun Dilnafis ros o'zining degandek butun sovg'atlarni aplik etadigan bo'ldi ya. Buratin ham sovg'atni ekitma degandi. Yaraydi Dilnafis. Undan boshqa yana bizning berilgan sovg'atimiz bo'lsa Aziz buvoq aql baxsi programmamizdagi chempion oltin medali qabul qiling. Muborak bo'lsin. Dilnafis. Muborak bo'lsin. Yaraydi. Bizdagi seriq rang guruhimiz va shunaqla qiz rang guruhimizga kichik do'stlarimiz ishbasimi shunday yaxshi bo'ldi, lekin eng muhimi yanala jarayon natija muhim emas. Shunaqo atamız bilan birlikda nayt ko'nglik bir damdan o'tkazdik, shundaymi? Bayam Zumrat degandek bir sahifamizda bizning Valiyullahning ifodasi yaxshi bo'lsa, yana bir sahifamizda Dilnafisning, yana bir sahifamizda Ilmunning ifodasi yaxshi bo'ldi. Shu bizning Dilnafisga ochiqla tahdid hosil qildi ya. Arxdan biz tamay degandek. Eng muhimi biz nayt xushal-xuram bir xil qizg'in kayfiyatga to'lgan bir soatni o'tkazdik. Xo'sh, ekranlardagi qadrli ko'rman do'stlar, Aziz buaq aql baxsi programmamizdagi bu soni vaqt munosabati bilan bu yerda oxirlashdi. Programmamizning texmo mo'l mazmunli qiziqarli sahifalari kelasi programmamizda davomli huzuringlarda bo'ldi. Vaqtida kelgaysizlar. Kelak soniga erishishga omon bo'linglar. Xayr-xo'sh.